Wang Yun'ning o'limi. Lü Bu nimishqa Wang Yun'ni qutqizmaydi? Yaxshimisiz do'stlar? Bunda qolsa 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Mushu Shiliangdagi Li Jue, Gosi ikkalan Chang'anni qo'rshib olgandan keyin bu yerdagi Wang Yun va podshoh boshqa vazirlar amalsiz qiladi. Chunki bu Shiliangdagi Li Jue Gosi nihoyat zo'r qo'shin bilan bu yerga kelganda. Endi mushu vaqtda bular endi Sepilninki oldi turib olib, podshohninki chiqishini shu talab qiladi. Podshohni ko'ramiz biz, podshohni ko'rishimiz bo'lmasa, orada bisib kirmaymiz deb turib oldi-da. Chunki endi bularni bevosita bisib kirsa, nurg'un talafot tatidi. Chunki bu igi Sepil tam. Bundan sirt podshoh o'risiga bisib kirishning o'zi har qancha bir Dongzhou uchun qisos olamiz desimi, podshohga haqorat qilganlik bo'ldi. Şunu bu yerda bularning mushaviri Jashu buningga aldirab hujum qilmaslikni, ammo qo'rshab turish to'g'riliq shunda bir taklif berganda. Shuning bilan endi bu yerda Wang Yunmi amalsiz qoladi, taqdirga tan bermay amal qilmaydi. Endi shu vaqtda Lü Bu zot nada? Lü Bu nimishqa Wang Yunni qutqizmaydi deyishinglar mumkin. Amaliyotda Lü Bu'ning qutqizg'usi bor, ammo qutqizolmaydi. Nimishqa? Birinchi sabab Lü Bu'ninki tuzuk qo'shin yo'q. Chunki uningga bosh sang'ulluq mansibini bergan bilan birinchidan uzun bo'lmagan. Birinchisi Lü Bu'ninki tuzuk qo'shin yo'q. Uningga bosh sang'ulluq vazifasini bergan bilan uning vaqt uzun bo'lmagan ekan, qo'shinlarni yig'ib bo'lmagan. Eng muhimi Wang Yun bo'lsin yoki podshoh yoki boshqa vazirlar bo'lsin, Lü Bu'ninki nihoyat sadoqatsiz ekanligini bilganligi uchun buningga zo'r qo'shinni tutqizib qo'yishdan ansiraydi. Shunga bilan Lü Bu'ga huquqni, ya'ni nomni cho'ng bergan bilan qo'shinni bermagan. Demak, Lü Bu'ninki qo'shin yo'q. O'zininki bor yo'q qo'shini necha 10 mingga yetmaydi. Bu qo'shin bilan Shiliangdan kelgan nurg'un qo'shinga jang e'lon qilish aslo mumkin emas. İkinci sebep bo'lsa, Lü Bu'ning qo'l ostidagi qo'shinninki ko'p qismi Shiliangdan kelgan. Asildagi Dongzhouning ya'ni boshlab kelgan Shiliang qo'shinida. Demak, bu Lü Bu degan asli tigidan Shiliang qo'shinining odami emas. Faqat Dingyuandan yuz o'riblar Dongzhouning yana kelgan. Keyin bu Dongzhou buni arzulab ishlatgandan keyin demak qo'shin, lashkarlarmi buning gapini anglagan. Ammo hozir Dongzhou yo'q. Endi aslida ko'zga yaxshi ko'rinmagan bu Lü Bu'ga texmi oson qarshi chiqdi. Demak, agar jang bo'lib qolsa, hatto Shiliang qo'shini Lü Bu qarshi chiqiblar, uni joylab o'tish mumkin. Shunga Lü bu qo'shinni elib, yana shu Shiliang qo'shini bilan urushga petlanmagan. Shunda bo'lsa-mu Wang Yunning yiniga berib, qanday qilmaymiz deb maslahat solgandan keyin Wang Yun endi ish bu yerga yetdi. Mening endi o'lmay amalim yo'q. Men podshoh uchun, podshohligimiz uchun o'zimni qurbon qilmasam bo'lmaydi. Sen Diaochenni ilib ketgin. Baribir o'rda bo'lsangmi, bu Shiliang qo'shinini tarmar qilolmaysan. Ularning qo'shini bak zo'rayib ketdi. Sen hayot qolsang, Diaochenni ketib qolsang, keyin agar fursat bo'lib qolsa podshoh uchun qaytib kelib, ya'ni cho'ng-cho'ng ishlarni qilgin. Degandan keyin Lü Bu ma'qul deb Diaochenni ilib, keyingi eshikdan chiqib ketdi. Endi Wang Yun nimish qochib ketmaydi. Ya'ni Lü Bu bilan ikkisi amaliyotda qochib ketsa bo'ldi-da, chunki Lü Bu'ning qiynatisi bu. Endi Wang Yunninki sodiq tarafi dal mushadi. Biz Wang Yunni so'zlagan shundaq-ku, nihoyat sodiqdir. Demak, bu o'lsam mayli, ammo qochmayman. O'rda uchun, podshohlik uchun o'lsam mayli deb o'rda qilib qoladi. Undan keyin Li Jue Gosularga shunda talab qo'yib turib, sizlar meni o'ltirsanglar mayli, ammo podshohni hayot qo'yinglar degan talab bilan demak o'zininki hayotini oxirlashtirdi. Endi bu Li Jue Gosi podshohga nima deydi degan vaqtda biz Dong Chengshang, ya'ni Dong vazirininki qisosini olib keldik. Chunki Wang Yun degan askilar Dong vazirini qaslab o'ltirib etdi. Bu bizningki podshohligimiz uchun nihoyat cho'ng to'yib qo'shayotgan odamdi. Shunga biz buning uchun keldik. Undan boshqa sizning yiningizga yo'shinib olgan mush Wang Yundek
eski bir vezirni yo'qotqil keldik deb mandaq o'ziga foydali ishlardan birini to'g'lagandan keyin ham bular kuchlik. Ham devatgan gipimi o'rinli hamdi. Buni endi vazirlar Wang Yun va yoki podshohmi bilib tursinmi? Ammo bularning to'g'lagan shuariga amal yo'qda, o'ziga foydali tarafini devatgandan keyin. Shuning bilan podshohmi amal yo'q, bularni kechirib o'tdi. Unda qo's vazirlarim sizlar haqiqatan Dong Zhongxiangning shu antini og'il kelgan bo'lsanglar, unda qo's bizga ziyon yetkazmaydigan ish bo'lib qolsa, mayli sizlar o'rniga kelib meni qo'g'disanglar bo'ladi deb o'rnining ishini ichib birdi. Shuning bilan Li Jue bilan Guosi hech qanday talafot tatmaylar o'rnining ichiga kirdi. Hisobda Wang Yunni o'ltirib o'tdi. Undan keyin asosli huquq, ya'ni asosiy kuch Li Jue bilan Guosining qo'liga tushib qoldi. Demak, Wang Yundek shunday bir sodiq vazir hamdi. O'zininki shu aql parasatlik bo'lsa-mu, ammo yiroqni ko'ranmaganlik tufaylidan, ya'ni aldirab ketganlik tufaylidan hayotidan ayrilib qoldi. Unda qo'z do'stlar, Wang Yun to'g'riliq shunchalik so'zlayli. Wang Yunning hikoyasi shunday bilan tugaydi. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Li Jue Guosilarninki Matang bilan uchrashish to'g'riliq so'zlaymiz. Do'stlar, filmni yoqtirgan bo'lsanglar, astiki inkas rayoniga alt raqamlarni, gullarni, yuraklarni berib qo'yinglar. Texmi ko'p jahondorchilik, kishilik munosabat, korxona boshqarish, tijoratga oid mazmunlarni ko'makchi bo'lsanglar, astiki ulanma orqali men tayyor so'zlab qo'ygan 6 qismlik dars bor. Shu darsni anglab boqsanglar bo'ladi.